Hammaga salom. Sizlar bilan Zegro. Bugungi videomizda qishloq sedlarini tekshirib ko'ramiz. Juda zo'r va ajoyib qishloqlar bo'ladi. Sizga va'da beraman. Videoni boshlashdan oldin bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying. Shunaqangi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Demak, biz bo'lmasam boshladik. Hammaga salom yana bir bor. Sizlar bilan men Zegro. Biz hozir juda ham ajoyib bo'lgan qishloq sedlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi mana shu tepamda ko'rsatgan sed. Hozir mana shu sedni tekshirib ko'ramiz. Siz ham qandaydir qishloq yoki shahar sedini bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Albatta uni ham tekshirib ko'raman. Demak, bo'lsam qishloqni topamiz. Va biz hozir yo'lga tushdik. Xo'p, hozir mana shu yerdan qidirishni boshlaymiz. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biza bo'lmasam qidiruvga ketdik. Hozir mashog'lardan mana ko'ryapti o'sha qishloq. Sizlar uchib boramiz. O'sha birinchi sedimiz ishladi, ya'ni birinchi sedimiz o'xshadi mana. Qishloq bor, katta, zo'r qishloq, suv yonida. Ajoyib. Oh my god! Wow! Qishloq rostdan ham zo'r, katta. Juda ham chiroyli qishloq ekan. Bu sedimiz ishladi. Endi esa keyingi, ya'ni ikkinchi sedimizga o'tamiz. Hozir bu sedni ham, ya'ni ikkinchi sedni ham tekshirib ko'ramiz. Demak, bo'lmasam ikkinchi sedga o'tdik. Ikkinchi sed mana shu tepamdagi sed. Bu sedni ham tekshirib sinab ko'rishingiz mumkin. Demak, bo'lmasam hozir mana bu ikkinchi sedimizni sinab ko'rishni boshlaymiz. Asta shu yoqlarni bitta uchib aylanib ko'ramiz. Shu yoqlardan uchib borsa, u mana yana bitta sedimiz ham ishladi. Bu ham qishloq chiqdi. Bu seddan ham ajoyib. Bu yer ham uncha katta bo'lmasa ham, lekin zo'r qishloq. Bu yerni ham bilgan biladi. Ajoyib. Ishlayotgan sedlarimiz albatta o'xshayapti. Siz ham qandaydir bir sed bilsangiz, kommentariyada обязательно yozib qoldiring. Va oxirgi 3-sedimiz, ya'ni mana shu sed bo'ladi. Bu sedni ham hozir tekshirib sinab ko'ramiz. Sizlar ham обязательно kommentariyaga o'zingiz bilgan sedni yozing, uni tekshirib ko'raman. Buni ham hozir izlab ko'ramiz. O'sha shu yerda qishloq borlik ko'rinyapti menimcha. Bu ham katta qishloq bo'lsa kerak. Voy, ajoyib. Bu ham juda katta qishloq ekan. Qishlog'imiz ajoyib. Xullas, mana sizlarga ko'rsatgan 3 ta qishloq sedim ham ishladi. Bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin. Yana o'zingiz qanaqadir qishloq sedlarini bilsangiz, kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, обязательно bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyaga o'zingiz bilgan sedni yozib qoldiring. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun har doim aktiv bo'lib, like bosib, obuna bosib kuzating. Ko'rishguncha xayr.